Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz to'yinmagan uglevodorodlarning navbatdagi vakillari aromatik uglevodorodlarga bag'ishlanadi. Demak, aromatik uglevodorodlar bular formulasi CnH2n-6 formulaga mos keluvchi uglevodorodlar qatori hisoblanadi. Demak, aromatik uglevodorodlarning dastlabki vakillari suyuq moddalar hisoblanadi va bularni birinchi neftni tarkibidan ajratib olishgan va bular dastlabki vakillari suyuq holatda bo'lganligi uchun va o'ziga xos hidi bo'lganligi sababli aromatik uglevodorodlar nomi haligacha saqlanib qolgan, lekin ularning hammasini ham hidi xushbo'y deb bo'lmaydi. Bu faqatgina tarixiy nom hisoblanadi. Endi arenlar umumiy nom hisoblanadi aromatik uglevodorodlarni molekulasida, demak, sikloheksatrien yoki bo'lmasa benzol halqasi mavjud bo'lgan uglevodorodlarga aytiladi. Umumiy formulasi demak CnH2n-6 ga mos keladi. Endi demak, rejamiz bilan tanishib o'tamiz. Demak, eski bilimlarimizni faollashtirish, benzolning tuzilishi, ya'ni aromatikligini, nomenklatura va izomeriyasi, fizik xossalari, olinish usullari, kimyoviy xossalari, ayrim aromatik uglevodorodlarning vakillari va nazorat savollarimiz. Demak, uglevodorodlarni umumiy holatda uglerod va vodoroddan tashkil topgan birikmalar uglevodorodlar nomi bilan yuritiladi. Demak, CXHY, ya'ni bu yerda CnH2n plus 2, CnH2n o'zi yoki CnH2n-2, CnH2n-4, CnH2n-6 bo'lishi mumkin. Demak, mos ravishda atsiklik alifatik uglevodorodlar, ya'ni halqa hosil qilmaydigan vakillari ikkiga bo'linadi. Ya'ni to'yingan uglevodorodlar CnH2n+2 alkanlar nomi bilan yuritildi. Demak, to'yinmagan vakillari atsiklik, ya'ni sikl hosil qilmaydigan alkenlar, umumiy formati CnH2n, alkadienlar CnH2n-2, CnH2n-2 formulaga shuningdek yana alkinlar, ya'ni to'yinmagan uglevodoroddan 3 bog' saqlaydigan vakillari ham kiradi. Endi yopiq halqali siklik uglevodorodlarga keladigan bo'lsak, ularni demak alitsiklik va aromatikka bo'lishimiz mumkin. Alitsiklik bular demak siklalkanlar, siklalkenlar va siklalkinlarni keltirishimiz mumkin. Ya'ni CnH2n-4 formulaga siklalkinlar kiradi. Demak, siklalkenlar demak bularda ham sikl ham qo'shboq bir paytni o'zida bo'ladi. Arenlar demak bu yerda aromatik uglevodorodlar hisoblanadi. Bugun tanishib o'tishimiz kerak bo'lgan uglevodorodlarning vakillari shu arenlar, ya'ni aromatik uglevodorodlar hisoblanadi. Endi ko'rib turganingizdek, demak, arenlarning fizik xossalari xuddi shu to'yinmagan uglevodorodlarning vakillarini xossalariga o'xshash. Demak, birinchi vakilimiz benzol, formulasi C6H6 ga mos keladi. Demak, uni suyuqlanish temperaturasi 5.5 gradus. Demak, bu degani xona haroratida bu modda suyuq holatda bo'ladi. Qaynash temperaturasi 80 gradus, bu suvnikidan past degani. Toluvol C6H5CH3, demak, -96 gradus suyuqlanish harorati, ya'ni qaynash harorati nisbatan benzolnikiga qaraganda yuqori. Bu degani ularning ham molar massasi oshib borgan sari, demak, fizik xossalarda o'zgarishlar kuzatiladi. Proporsional ravishda qaynash temperaturasining oshishi va suyuqlanish temperaturasini ham oshishini ko'rishingiz mumkin. Demak, arenlarning kashf etilishi. Benzol 1649-yilda nemis kimyogari farmatsevt Glauber tomonidan toshko'mir smolasini distillatsiya qilish natijasida kashf etilgan, biroq o'sha davrlarda bu moddani tashkil etuvchi elementlar va ularning kimyoviy tuzilishi haqida hech qanday ma'lumotlar mavjud bo'lmagan. Keyinchalik uni bizda boshqa bir olimimiz, ya'ni Michael Faraday ikkinchi marta benzolni 1825-yilda Michael Faraday tomonidan qayta kashf etilgan. Ya'ni u benzolni yorituvchi ko'cha chiroqlarining ichidagi kondensatlarni quruq haydash yo'li bilan o'sha paytda benzolni birinchi marta ajratib oladi. Demak, 1865-yilda nemis olimi Kekuli birinchi bo'lib benzol molekulasida uglerod atomlarini ochiq zanjirli emas, balkim yopiq halqali ekanligi. Biroq Kekuli kashf etgan tuzilma benzolni nima uchun bronli suv va kaliy permanganat eritmasida rangsilantira olmasligini isbotlab bera olmadi. Demak, aromatiklik Hückel qoidasi bo'yicha hozirgi kunda izohlanadi. Aromatiklik bu siklik konyugerlangan sistemalarga xos tuzilish, energetik va kimyoviy xususiyatlari majmui hisoblanadi. Aromatiklik hodisasini nemis fiziki Hückel tomonidan ilmiy tarzda shakllantirilgan. Hückel qoidasi shular quyidagilardan iborat. Yassi halqaning mavjudligi molekulaning sp2 gibridlangan uglerod atomlaridan tashkil topgan bo'lib, ular sigma sklet hosil qiladi. Molekulani ya'ni hamma uglerodlar bir tekislikda yotadi. Uglerod elektronlarning delokalizatsiyasi bu natijasida butun pi bog'
Fi elektron buluti bir tekisda e, halqa bo'ylab joylashadi. Hükkel qoidasiga bo'ysunish uchun fi elektronlar soni 4n plus 2 bo'lishi kerak. Bunda n butun son bo'ladi. Yuqori darajali termodinamik barqarorlik ham demak aromatiklik hodisasi bilan tushuntiriladi. Quyida siz naftalin, antratsen va fenantrenni formulalari bilan tanishishingiz mumkin va ulardagi Hükkel formulasini tatbiqini ko'rishingiz mumkin. Demak, benzolning tuzilishi, ya'ni aromatikligiga keladigan bo'lsak, demak, ko'rib turganingiz benzol molekulasining tuzilishi. Bu yerda 6 ta uglerod atomi o'zaro bir-biri bilan sigma bog'i orqali bog'lanadi va halqaning ichida o'zaro bir-biriga ulangan pi bog' sistemasi mavjud. Demak, bu uglerodlarni, bu atomlar, uglerod va vodorod atomlarining barchasi bitta fazo tekisligida joylashgan bo'ladi. Benzol molekulasi mukammal yassi oltiburchak shaklda bo'ladi. Barcha 6 uglerod atomi sp2 ga gibridlangan holatda bo'ladi. Har bir uglerod atomining gibridlanmagan p elektronlari umumiy p elektron bulut sistemasini hosil qiladi. Demak, uglerod va uglerod o'rtasidagi bog' uzunligi 0,139 nanometrga teng bo'ladi. Bog' burchagi demak hamma joyda 120 gradusga teng bo'ladi. Uglerod vodorod bog'ining uzunligi bo'lsa 0,109 nanometr atrofida bo'ladi. Endi benzolning tuzilishi aromatikligi yagona elektron bulutning hosil bo'lishi natijasida energiya yutug'i, ya'ni barqarorlashish energiyasi taxminan 150 kilojoul tashkil qiladi. Bu degani eng minimal energiyaga yetadi degani. Endi tasnifi, demak, monoyadroli, ya'ni bir yadroli benzol uglevodorodlari, benzolning vakillari. Demak, birinchisi benzol, bu bo'lsa metil benzol, uni talon nomi bilan yuritiladi. 1,2 dimetil benzol, demak, bu etil benzolning izomeri. Demak, ko'rib turibsizki, ikkita o'rinbosarli etil benzolning izomerlari 3 ta, ya'ni o'rta holat, meta holat va para holatda bo'lishi mumkin. O'rta holatda demak, uglerodlar o'rtasida, ya'ni qo'shni bo'lgan uglerodlarning o'rinbosarga ega bo'lgan holati o'rta holat deyiladi. Agar ikkita o'rinbosar joylashgan joyda, demak, bitta uglerod atomi bo'ladigan bo'lsa, meta holat deyiladi. Agar ikkita uglerod bo'ladigan bo'lsa, para holat deyiladi. Ikki yadroli va ko'p yadroli, ya'ni ko'p yadroliga demak konditserlangan sistema nomi bilan yuritiladi. Konditserlangan sistemalarda ko'rib turibsizki, demak, benzol yadrosi 2 yoki undan ortiq bo'lishi mumkin. Endi izomeriyasiga keladigan bo'lsak, ta'kidlab o'tganimizdek, demak, o'rinbosarlarning joylashishi meta holat, o'rta holat va para holatlarga bo'linadi. Demak, ko'rib turganingizdek, propil benzol va uning izomerlari keltirilgan. Demak, o'rinbosarning tarmoqlanishi natijasida ham izomerlar kelib chiqishi mumkin. Demak, normal propil benzol va izopropil benzol keltirilgan. Quyida demak, bizda bir xil o'rinbosarlarni turli xil joylashishiga qarab turib, o'rta, meta va para holatlari, ya'ni lokantlarga qarab turib joylashish berilgan. Sinflararo izomer, masalan, ko'pincha bularda geksadien benzolning izomeri hisoblanadi. Shuningdek, boshqa organik birikmalar o'rtasida ham benzol bilan o'zaro izomerlik hodisasini kuzatishingiz mumkin. Endi nomenklaturasi sistematik nomlar uglevodorodlarning radikal nomiga prefiksi benzol so'zi qo'shilishi bilan o'qiladi har doim. Metil benzol, etil benzol, propil benzol va hokazo. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ayrim vakillarning nomlari keltirilgan. Misol uchun, mana metil benzol, ya'ni har doim oxirida benzol nomini keltirish bilan ularni umumiy nomini yasash mumkin. Dimetil benzol holatiga qarab turib lokantlarni keltirish orqali. Olinish usullari ko'pincha koksdan olinadi. Suyuq neft mahsulotlarining tarkibidan va qattiq koksdan olishimiz mumkin. Endi reaksiya tenglamalarini olinish usullarini, reaksiya tenglamalarini mustaqil ravishda o'zingiz keltirib o'tasiz. Demak, bu texnologiyada olinish usullari ko'pchiligi siklogeksanni degidrogenlanishi, misol uchun, biz avval ta'kidlab o'tganmiz buni siklokalla mavzusida, Zelenskiy reaksiyasida. Xo'p, endi geksanni degidrogenlash. Ayni paytda to'yingan uglevodorodlarni degidrotsiklizasiyasi bilan, ya'ni ayni paytda ularni sikllash, ayni paytda ularni degidrogenlash yordamida ham olishimiz mumkin. Demak, atsetilenni trimerlanish reaksiyasi Zelenskiy reaksiyasi deb ataladi. Demak, bu yerda biz atsetilenni aktivlashtirgan ko'mir ustidan o'tkazish natijasida benzolni olishimiz mumkin. Propen 1 trimerlanishidan, demak, biz mezetilenni, ya'ni 1, 3, 5 trimetil benzolni olamiz. Demak, benzoat kislotani natriy gidroksid bilan qo'shib qizdirish orqali benzolni sintez qilish mumkin. Shu bilan bugungi ma'ruzamiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.